Fotima buvisini xonasiga kirib ketdi. Akbar uni ortidan kirdi, Fotimani mahkam quchoqladi. Qiz unga iltimos bunday qilmang, hozir kimdir ko'rib qoladi dedi. Akbar uni yelkasidan ushlab o'ziga qaratdi. Sen menga yoqasan. Sensiz menga bu hayotni keragi yo'q. Seni judayam yaxshi ko'raman dedi. Fotima yelkasidan Akbarni qo'lini tushirdi va chiroqni berdi. Buvim ko'rib qolsa yomon xayolga boradi. O'zingizni ehtiyot qiling, deb Zuhrani oldiga chiqib ketdi. Akbar ko'cha tomon yurdi, chiroqni Folbinga uzatdi. So'ngra Folbin aytgan tomonga mashinani haydadi. Yarim soatda Akbar Folbinni aytilgan manzilga olib keldi. Ular tushdi. Folbin Akbarga sen mashinada qol, bizni kutib tur, 30 daqiqalarda qaytamiz dedi. Va ketishdi. Akbar o'ylanib qoldi. Qayoqqa ketishdi? Nima qilishadi? Juda qiziqib qoldi. Folbin va Husan mashinadan uzoqlashgandi. Akbar sekin asta avtomobilidan tushdi, bildirmay ortlaridan bordi. Bular nima qiladi, o'zi bu yerda kech bo'lgandi dedi. Hozir bilib olaman deb orqalaridan yashirinib kuzatib borardi. 5 daqiqada ular qabristonni orqa eshigiga yetib kelishdi. Madina xola anovi kishi bilan ichkariga kirib ketdi. Akbar yuragi dosh bermadi. Eshik oldiga keldi. Bu yer kechasi soat 12 da juda dahshatli ko'rinardi. Eshik tirqichidan ichkariga asta qaradi. Voy dahshat, ular qabrni kovlashyapti. Bu ularga nega kerak? Akbarning yurak urishi tezlashdi, hatto o'ziga ham eshitilib turardi. Uni titroq bosdi, qabristondan sovuq havo ko'ksiga urildi. Nima qilishayotganini aniq ko'rish uchun biroz ichkariga kirdi. Husan tezlik bilan qabrni kovlar edi. Folbin unga chiroqni tutib turardi. Va nihoyat Husan qabrni qazib bo'ldi. O'likni tashqariga tortib oldi. Folbin somkasidan pichoqni oldi, jasadni bo'yin tomirini kesib, idishga qonini quyib oldi. Keyin ular qabrni yana ko'mdi. Akbar bu holatni eshik oldida yurak yutib tomosha qilib turardi. Dahshatdan qotib qoldi. Ko'rib qolmaslaridan avval tezroq ketishim kerak dedi. Mashina tomon yugurdi. Eshik oldidagi daraxt shoxiga kiyimi ilinib yiqilib tushdi. Husan Folbinga qarab, eshitdingizmi dedi. Keyingi qismda Folbin jin chaqirish marosimini qiladi. Jin esa Folbindan egizaklardan birini qurbon qilishni so'raydi. Birinchilardan bo'lib eshitish uchun menga obuna bo'ling. Aks holda meni boshqa ko'rmasligingiz mumkin.